ikkilangan burchak. Hop, biz birinchi mana buni tushuntirishim kerak sizga. Sinus alfa plus beta bo'lganda biz buni hisob-kitob qilishni bildik. Ya'ni qanday bo'ldi? Sinus alfa ko'paytiruv kosinus beta plus sinus beta kosinus alfa bo'ldi. Kosinus alfa plus beta bo'lganda nima bo'ldi? Kosinus alfa kosinus beta minus sinus alfa sinus beta bo'ldi. Tangens alfa plus beta bo'lganda nima bo'ldi? Tangens alfa plus tangens beta taqsim 1 minus tangens alfa tangens beta. Katangens alfa plus beta bo'lganda nima bo'ldi? Katangens alfa ko'paytiruv katangens beta minus 1 taqsim katangens alfa plus katangens beta. Mana shu ko'rinishda bo'ldi, to'g'rimi? Xato yozmadimmi? Hop. Endi mana chalkashib ketdim. Bu bitta formula edi. Biroz nimaga yozdim? Bir eslab qolishimiz kerak. Ikkinchisi, uchinchisi alohida bo'ldi. Tepadagisi ham bor. Hop, ikkilangan burchak degani qanday degani? Ikkilangan burchak degani mana misol uchun bugungi asosiy darsimizning formulasi sinus 2 alfa bu nimaga teng degani bo'ladi. Sinus 2 alfamiz barobar 2 ta sinus alfa kosinus alfaga teng bo'ladi. Bu formula. Kosinus 2 alfa nimaga teng? Bu kosinus kvadrat alfa minus sinus kvadrat alfaga teng. Yoki bo'lmasa, hop, mana shunga 3 xil formula yozib olsak bo'ladi. Mana bu birinchisi edi, mana bu ikkinchisi bo'ldi. Mana shuni o'ziga 3 xil yozaman. Qarang mana. Kosinus 2 alfa barobar kosinus kvadrat alfa minus sinus kvadrat alfa edi. Mana bu sinus kvadrat alfani o'rniga mana bunaqa yozsam bo'ladi bilsangiz. Trigonometrik ayniyatga ko'ra sinus kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa teng birligi bor edi. Shu yerdan sinus kvadrat alfani topadigan bo'lsam, sinus kvadrat alfa barobar 1 minus kosinus kvadrat alfa bo'ladi. Endi mana bu tenglamani o'rniga shuni olib kelib qo'ysam, kosinus 2 alfa barobar kosinus kvadrat alfa minus sinus kvadrat alfani o'rniga mana buni olib kelib qo'yaman. 1 minus kosinus kvadrat alfani olib kelib qo'ysam, demak kosinus 2 alfa barobar kosinus kvadrat alfa minus 1 plus kosinus kvadrat alfa bo'lib qoladi. Bu bilan bu qo'shilib ketadigan bo'lsa, kosinus 2 alfa barobar 2 ta kosinus kvadrat alfa minus 1 degan tenglik hosil bo'ladi. Demak, mana bu bitta bo'ldi birinchi. Mana bu ikkinchisi bo'ldi. Xuddi shuni o'zini pastda yana mana bunaqa ko'rinishda yozishimiz ham mumkin ekan. Endi keyingisi men aytdim, kosinus 2 alfa dedim. Chiroyli yozay. Bu kosinus kvadrat alfa minus sinus kvadrat alfa dedim, to'g'rimi? Endi mana bu kosinus kvadrat alfani o'rniga mana kosinus 2 alfa barobar 1 minus sinus kvadrat alfa olib kelib yozsam bo'ladimi? Sinus kvadrat alfa. Bu bilan bu ayrilib ketsa, kosinus 2 alfa barobar 1 minus bundan bu ayrilib ketsa, 2 ta sinus kvadrat alfaga teng bo'ladi. Bu yana bitta shuni formulasi. Ya'ni 3 xil holatda ifodalasa bo'ladi kosinus 2 alfa. Keyingisi tangens 2 alfa barobar bu 2 ta tangens alfa taqsim 1 minus tangens kvadrat alfa. Keyingisi bu uchinchisi bo'ldi. To'rtinchisi katangens 2 alfa barobar bu nima bo'ladi? Katangens 2 alfamiz mana bu kelasi bo'ladi. Mana katangens kvadrat alfa minus 1 taqsim 2 ta katangens alfa bo'ladi. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Bu to'rtinchisi. Buni endi qayerdan kelib chiqyapti? Qarang. Kelib chiqayotgan joyi, endi buni isbotini ko'ramiz. Isbot qanday bo'ladi? Sinus 2 alfani qayerdan kelib chiqqan isboti? Birinchisi mana qarang. Sinus 2 alfa. Mana shu sinus 2 alfani sinus alfa plus alfa desam bo'ladimi? U mana formulaga tushib qoladimki, betdan uni alfa kelyapti. Bu nima bo'ladi?
sinus alfa kosinus alfa plus yana sinus alfa kosinus alfa. Bu ikkita sinus alfa kosinus alfani beradi. Mana bu ifoda shundan kelib chiqqan. Kosinus kvadrat 2 alfa mana qanday kelib chiqqan desa, ikkinchisini isboti kosinus 2 alfani yana o'shanday kosinus alfa plus alfa deb yozib olsangiz, bu kosinus alfa ko'paytiruv kosinus alfa, ya'ni kosinus alfa minus sinus alfa kelib qoladi. Bu kosinus kvadrat alfa minus sinus kvadrat alfaga teng bo'ladi. Tangens qayerdan kelib chiqqan 2 alfasi? Yana xuddi o'shandaqa. Tangens alfa plus alfa deb yozib olsam, bu tangens alfa plus tangens alfa taqsim 1 minus tangens alfa ko'paytiruv tangens alfa bo'ladi. Bu ikkita tangens alfa taqsim 1 minus tangens kvadrat alfani beradi. Xo'p, katangens ham xuddi shunaqa. Katangens 2 alfani katangens alfa plus alfa deb yozaman, barobar bu katangens alfa ko'paytiruv katangens alfa minus 1 taqsim katangens alfa plus katangens alfa bo'lib qoladi. Shundan kelib chiqqan, ya'ni katangens kvadrat alfa minus 1 taqsim katangens ikkita katangens alfa. Ya'ni bu bilan bu bir xil qo'shilgani uchun. Shu yerdan kelib chiqqan bu. Formulani doskaga burchaga yozib qo'ydim. Endi bitta misol ko'radigan bo'lsak, qarang. O'chirib qo'yaman. Xo'p. 4757 aytayaptiki, ikkita sinus 15 kosinus 15 deyapti. Buni biz hali alohida qilib qo'shib ko'rsatib berdim, chunki hali bu mavzuni o'tganimiz yo'q edi. Endi bu mana formulani yoyilmas turibdi mana uni. Orqaga qaytadigan bo'lsak, bu sinus 30 deb beradi va bu qiymati 1/2 ga teng. Xo'p. 4759 kosinus 75 minus sinus 75 ning kvadrati. Shuni hisoblang deyapti. Hozir buni ikkalasi ham qiymatini bilmayman, hisoblay olmayman hozir. O'tgan mavzularimiz bo'yicha bilmayman. Lekin asli hisoblasa bo'ladi. Buni eng nimasi mana qisqa ko'paytirish formulasi bo'yicha a minus b ni kvadrati bo'yicha yoyib chiqadigan bo'lsa, kosinus kvadrat 75 minus 2 ko'paytiruv sinus 75 ko'paytiruv kosinus 75 plus sinus kvadrat 75 bo'ladi. Ya'ni a kvadrat minus 2ab plus b kvadrat. Mana bu ikkalasi asosiy trigonometrik ayniyatga ko'ra 1 ga teng. 1 minus mana bu bo'lsa, mana yuqoridagi mana yoyilma turibdi, uni orqaga qaytaradigan bo'lsam, sinus 150 deb beradi. Endi sinus 150 necha bo'ladi? 1 minus sinus buni 90 plus 60 desam, ya'ni yarim pi bo'lib qoldi. 1 sinus bu 90 bo'lgani uchun kosinusga o'tadi. Kosinus 60 gradusda 1/2 ga teng minus 1/2 bo'ladi. 1 dan 1/2 yarimda ayrsam yana 1/2 degan javob chiqadi. Xo'p. 4762. 4 kosinus kvadrat pi taqsim 8 minus 4 sinus kvadrat pi taqsim 8. Endi bu hozir shu turishcha formulaga tushmaydi, chunki ana oldida 4lar xalaqit beryapti, lekin 4 ni qavsdan tashqariga chiqarib yuborsam bo'ladi. 4 chiqib ketsa, kosinus kvadrat pi taqsim 8 minus sinus kvadrat pi taqsim 8 bo'ladi. Bu nima bo'ladi? 4 ko'paytirib mana formulani mana yoyilmas turibdi. Bu degani kosinus 2 ko'paytirib pi taqsim 8 bo'ladi. 4 ko'paytiruv kosinus mana 2 bilan 8 qisqarib ketsa orasi ko'paytma bo'ladi, 4 qoladi. Kosinus pi taqsim 4 bo'ladi. Bu 4 ko'paytiruv kosinus pi taqsim 4 ildiz ostida 2 taqsim 2 ga teng. Bu bilan bu qisqarib ketsa 2 qoladi. Javob 2 ildiz ostida 2 degan javob chiqadi. 4765. 1 minus 2 ta sinus kvadrat 22,5. Bu mana uni yoyilmas turibdi mana. 1 minus 2 ta sinus kvadrat alfa turibdi. Bu orqaga qaytarsam kosinus 2 alfaga teng bo'ladi. Demak, bu
kosinus 2, mana bu ikki qatdan kelsa, mana o'zi formulada 2 turibdi. Ya'ni misolda 2 ko'paytiruv 22,5 barobar bu kosinus 2 kere 22,5 bu 45 deb beradi. Bu ildiz osti 2 taqsim 2 ga teng bo'ladi. 4768. Sinus alfa ko'paytiruv kosinus alfa. Shuni deyapti, soddalashtiring deyapti. Hozir buni shu holatda soddalashtira olmayman, lekin bitta narsa qilsam bo'ladi mana shunda. 2 sinus alfa kosinus alfa taqsim 2, ya'ni 2 ga ko'paytiryapman, 2 ga bo'laveryapman. Hozir surat mahrajida 2 qisqarsa, ya'ni o'zi qolaveradi. Bu tepasi nimani beradi? Tepasi sinus 2 alfa taqsim 2 ni beradi. Yo shu javob bo'ladi yoki ana 2 ni oldiga 0,5 qilib chiqarib qo'yibdi, ya'ni bunday qilib. 1 taqsim 2 sinus 2 alfa bo'lgan, 1 taqsim 2 bu 0,5 ga teng, 0,5 sinus 2 alfa deb qo'ygan. Javob olishdi. 4770. Mana shunga qarab turing. Kosinus 4 alfa plus sinus kvadrat 2 alfa barobar. Kosinus 4 alfani yoyadigan bo'lsam, bu o'zi turib tursin. Kosinus 4 alfani mana bu bo'yicha yoyaman. 2 alfa bo'lgan-ku, mana shuni bunday yozsam, qani yoyiladi, mana qarang. Kosinus kvadrat 2 alfa, mana 4 ni 2 ga bo'laman shuning uchun. Minus sinus kvadrat 2 alfa plus sinus kvadrat 2 alfa barobar. Mana bu bilan bu qisqarib ketadi. Javob kosinus kvadrat 2 alfani o'zi qoladi. Bu javob bor. Xo'p, endi 4772 qarang. 1 plus sinus 2 alfa taqsim sinus alfa plus kosinus alfa. Mana shuni deyapti. Soddalashtiring deyapti. Ya'ni bu yerda minus sinus alfasi ham bor ekan. Shuni soddalashtirish kerak. Bir qarashda xayolingizga umumiy mahraj berib olish keladi. Umumiy mahraj bersangiz ham bo'ladi. Bir narsalar qilsangiz ham bo'ladi, lekin eng bir osonroq yo'li mana bittadek xayolga keladigan qarang. Bu 1 ni asosiy trigonometrik ayniyatga ko'ra formulaga qo'yib yuborsam bo'ladimi? Mana bunday qilib. Sinus kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa desam bo'ladimi? 1 ni o'rniga. Plus mana sinus 2 alfani o'rniga 2 ta sinus alfa kosinus alfa desam bo'ladimi? Asosi turibdi. Sinus alfa plus kosinus alfa. Minus bu o'zi turibdi. Sinus alfa barobar. Endi mana buni o'rtaga olib qo'ysam, a kvadrat plus 2ab plus b kvadrat turibdimi? Bu nimani beradi? Bu sinus alfa plus kosinus alfani qavs tashqarisida kvadrati taqsim sinus alfa plus kosinus alfa minus sinus alfani beradimi? Mana uni bittasi bilan buni bittasi qisqarib ketadimi? Plus plus turibdi. Bu sinus alfa plus kosinus alfa minus sinus alfa bo'lib qoladi. Bu bilan bu qisqarib ketsa, javob kosinus alfani o'zi qoladi soddalashtirsa. (4774) Sinus alfa barobar 3 taqsim 5. Alfa pi taqsim 2 yu pi orasidagi burchak ekan. Demak, bu nechinchi chorakga tushyapti? Ikkinchi chorak 90 bilan 180 orasida. Demak, ikkinchi chorak bo'lgani uchun sinus rostdan ham musbat turibdi. Endi kosinus agar kerak bo'ladigan bo'lsa, kosinus manfiy bo'lishga majbur bo'lib qoladi. Bizdan so'rayotgan narsasi sinus 2 alfa nimaga teng deyapti. Sinus 2 alfa bo'lishi nima kerak menga? 2 ta sinus alfa kosinus alfa bo'lsa, sinus alfa ham bor, nima yo'q? Kosinus alfa yo'q. Kosinus alfani lekin sinus alfadan topib olsam bo'ladi. Qanday topaman? Ya'ni kosinus alfa barobar. Endi qavs ildizni oldiga minus qo'yamanmi, qo'ymayman? Qo'yaman, chunki alfam ikkinchi chorakda turibdi. Ikkinchi chorakda kosinus manfiy bo'lgani uchun minusini qo'yaman. Minus ildiz ostida 1 minus sinus kvadrat alfa. Minus ildiz ostida 1 minus sinus buni kvadratga ko'tarsam 9 taqsim 25. Bunga umumiy mahraj berib ayriydigan bo'lsam, ildiz ostida minusi bor. 20 ga 25 umumiy mahraj bersam 16 taqsim 25 degan narsa qoladi. Bundan minusdan 4 taqsim 5 degan javob chiqadi. Endi bu yerga olib kelib qo'yaman. 2 ko'paytiruv 3 taqsim 5 ko'paytiruv 4 taqsim 5 bu minusda. Ko'paytirsam
2 kere 3 6, 6 kere 4 bu minus 24 taqsim 25 degan javob chiqadi. Qolganlari ham xuddi shunga o'xshab ishlanadi. Hop, yana bitta nima ko'rsatib beraman. Bu mana endi formula yod bo'lib qoldi. Qolgani shu yerga sig'ib ketadi. Mana qarab turing. Zo'r narsa beryapti shu yerda. Aytayaptiki sinus alfa minus kosinus alfa deyapti. Minus 1 taqsim 3 ga teng deyapti. Sinus 2 alfani toping deyapti. Bir qarashda top bo'lmaydiganga o'xshaydi. Lekin qarang, mana uni bitta kvadratga ko'tarib yuborsam, sinus kvadrat alfa minus 2 ta sinus alfa kosinus alfa plus kosinus kvadrat alfa teng 1 taqsim 9 bo'ladi. Mana bu bilan bu 1 ga teng bo'ladi. 1 minus sinus 2 ta sinus alfa kosinus alfa bu sinus 2 alfani beradi barobar 1 taqsim 9. Endi buni bu yoqqa olsam 1 minus 1 taqsim 9 barobar sinus 2 alfa. Buni umumiy mahraj 9 berib bersam 8 taqsim 9 barobar sinus 2 alfani beradi. Demak javob 8 taqsim 9. 4782. Mana shu ham zo'r. 6 tangens 15 gradus taqsim 1 minus tangens kvadrat 15. Formulaga tushmayapti, chunki men aytdim 6 emas 2 bo'lish kerak. Lekin ikkisini ajratib olsam bo'ladi formulaga tushish uchun. Barobar 3 ko'paytiruv 2 ta tangens 15 taqsim 1 minus tangens kvadrat 15 bo'ladi. Mana formulani beradim. 3 ko'paytirib mana 2 ta tangens alfa taqsim 1 minus tangens kvadrat alfa bu tangens 2 alfani beradi. Tangens 2 alfa bu 30 bo'lib qoladi. Alfa 15 ekan. Demak barobar 3 ko'paytiruv tangens 30 gradusda 1 taqsim ildiz ostida 3 ga teng. Bu degani 3 taqsim ildiz ostida 3. Agar irratsionalni qutqarish kerak bo'ladigan bo'lsa, qutqarib qo'ysangiz bo'ldi.